Braziliyalik afsonaviy futbolchi Pele butsillarini bog'lab qo'ygani uchun $1 million pul olgan. 1970-yilgi jahon chempionati oldidan sport poyabzallari bozorida yetakchilar bo'lgan Adidas va Puma kompaniyalari o'rtasida Pele Pact deb nomlangan kelishuv tuzilgan edi. Bu kelishuvga ko'ra ikki kompaniya ham Pele bilan homiylik shartnomasini tuzmaslikka rozi bo'lishgan, chunki ular o'zaro raqobat natijasida katta moliyaviy yo'qotishlarga uchrashdan qo'rqqan. Biroq Puma kompaniyasi bu kelishuvni buzdi. Ular Pelega 120 ming AQSh dollari, bugungi inflyatsiyani hisobga olganda taxminan $1 million miqdorida to'lov taklif qilishdi. Shartga ko'ra Pele Braziliya va Peruga qarshi o'yin boshlanishidan oldin hakamdan vaqt so'rab butsillarini bog'lash kerak edi. Bu harakat televideniye orqali butun dunyoga namoyish etildi va Pele Puma butsillarini kiygan millionlab tomoshabinlarga ko'rinish berdi. Puma hatto operatorlarga ham to'lov qilib, bu lahzalarni aniq suratga olishni ta'minladi. Bu marketing hiylasi juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Puma kompaniyasi rekord darajadagi savdo hajmiga erishdi. Adidas esa bu harakatlardan g'azablandi. Bu voqea sport marketing tarixidagi eng mashhur va muvaffaqiyatli kompaniyalardan biri sifatida e'tirof etiladi.